Bu korkunç ekan buna. Buna korkunç. Молодец. Yaxshi qildi ekansiz-a? Yaxshi bo'ldi-da. Xudoy qalasa Alloh sizga yaxshi bo'lib ketsin. Xizmat qilganlarning uy-joylarini to'liq qo'ydin, to'liq shartlar tuzib bergilay deb tashlamay qo'ygan. O'sha negizda mana kelib o'tiramiz, jasab atamiz qo'limizdan kelganini. Prezidentimiz har doim so'rab o'tadi. Bugun erta bilan da men bu yoqqa ucharda salom aytdi ba'zilaringizga. Hurmatli prezident salomni sizlarga yetkazib qo'yaveraylik. Tak, ana shu bilan uylarni jasab berib o'tamiz, dag'in uy solib o'tamiz. Buna bu yerga bo'lsa bola bog'cha solib o'tamiz. Biz barliq shartlar tuzgan harakat qilib o'tamiz. Farq Sadir Japarovmi? Sadir Japarov Bishkekda sana salom aytdi. Bo'ldi. Mana. Ko'rdingmi? Ati kim? Nurramiz. Bu sana Sadir Japarov salom aytib berdi. Tushundingmi? Yaxshi qilingizlar anda, yaxshi yuringizlar, ha. Men so'rab kelataman, dag'ida so'rayvermayin, biroq aytib qo'yayin. Oylik haqlar Xudoga shukrli bo'lib o'tadi, ha? Oylik haqlar Xudoga shukrli bo'lib o'tadi. Bundan keyin dag'i ko'paytiramiz. Bu yil hozir boshqa strukturlarni qaraymiz, keyingi yildan boshlab dag'ini ko'paytirib beramiz. Yaxshilik xizmat qilib shu yerda elingizni yurtingizni tinchlik saqlasangizlar bo'ldi. Rahmat barlig'ingizga. Shu yerda yirik bo'lsin, ha?